Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 9-dekabr eng kechki olmalardan Pink Lady Roziglov olmalarimiz hali ham shoxida turibdi o'rtali. Oktyabrda oxir noyabrda boshida pishadi. Pishgandan keyin ham uzilmasa shoxida mana shunaqa qishda ham turaveradigan yagona olma mana shu Pink Lady olma hisoblanadi o'rtali. Ekishni tavsiya qilamiz. Ob-havo iqlim tanlamaydi do'stlar. Juda issiq krepsi olmalar bo'lmaydigan joylarda ham mana Pink Lady olma bo'laveradi. O'zbekiston barcha viloyatlariga 100% tushadi. Hosildorligi ham o'ta kuchli olmalardan Pink Lady olma. Mevasi ham besxaladeniy saqlanaveradi. Bahorda yilsa ham shoxida yangi uzilgandek suvli turaveradi do'stlar. Buni bizda ishonchli ko'chatlari bor. Kimga ko'chatlari kerak bo'lsa, sotyapmiz o'rtalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa chiroyli bog'lar tashkillab beramiz do'stlar. Mevasi ham eng shirin olmalardan, eng qimmat sotilayotgan olmalardan Pink Lady olma. Juda suvli olma. Qani bismillahirrohmanirrohim. Juda suvli olmalardan Pink Lady olma o'rtalar. Ekishni tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar ko'chatlariga.